Qo'limizdagi predmetni g'adir-budirligini ichiga singib oladi. Manaman degan kili ham qaytadi. Shu ustalar sizga hozir ayb top etishayotgan ustalarni aybligini hozir bitta ko'rib o'qamiz. Qani bo'ladimi yo'qmi? Oqarib qolish. Mana shunaqa to'sib qo'yishadi, buni. Mana tortishadi, ko'proq qizdirib olib turibdi. Nomitini mana bunaqa zo'rlab qo'yishadi. Assalomu alaykum hammaga. Bu bizani YouTube'dagi birinchi videomiz bo'ladi. Bu videomiz aynan mashinaga oid. Salon laminatsiya qanaqa to'g'ri yopishtirish va salon laminatsiyani sifati to'g'risida bo'ladi. Bugungi mehmonimiz Qorabayir asoschisi Rustam akam bo'ladilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xo'p, Rustam akam nechinchi yildan beri shu faoliyatdasiz aka? 96-yildan beri shu sohada. Yo'q, aka, men o'sha payt ancha kichkina bola bo'lgan ekanman. O'zlarini sohalari bo'yicha juda ham professional usta deb biz tan olamiz, bilamiz. Ishingizni barakasini bersin aka. Taklif qilganimizni aynan mana shu salon laminatsiya bo'yicha bo'ladi. Qo'limda 2 xil salon laminatsiya Rustam aka. Bu o'sha oldingi ishlatib yurganimiz, bilasiz, sifati yaxshi, buni ham yomon emas. Ozgina kamko'sti bor edi, oqarib qo'yatdi. Bilsangiz kerak menimcha aybini. Bilaman. Hozir mana buni qisqagina bitta yopishtirib, o'zingiz ko'rasiz. Shunaqa ayblari bunda yo'q. Birinchidan bu 1.22 ga 30 metr bo'lsa, bu 1.52 ga 30 metr. Bu degani, agar mana shu narsani yana davom etganingizda mendan olishi, agar bunga o'tadigan bo'lsangiz ham oqarib qolmaydi. Hozir yopishtirgan, hali yopishtirib ko'rmagansiz, hali sizga bu qalindan bermadim. Lekin men buni lekin ishlatib ko'rdingiz, test qilib ko'rdingiz, mana hozir ham videoda test qildingiz. Bundan farqini bitta ko'rasiz. Ishlatib ko'rmagansiz, ochiqdan ochiq mana shu oqarib qoladimi yo'qmi, bitta o'zingiz ham bitta test qilib ko'rsangiz bo'ladi. Bunda plyusi 9 metr plyusi bo'lyapti bunga nisbatan. Endi narxini oxirida aytamiz. Xo'p, mayli aka, unisi ham mayli. Buni mikroni ikkalasi bir xilmi? Men buni qalin deb bilardim, aka. Xo'p, keling aka, mikronni ham qisqagina o'lchab ketamiz. 0 qo'yganmiz. Mana u. Bitta 0 qo'yib olaylik. 0 bo'ldi. 200 ekanda. 200 mikron deylik. Ketdi, buni ham ochib olamiz. Menimcha ham naklonda turib qoldi. 220. 220. Umuman tashli bir xil. Bu ham 200 mikron deb sotganmiz, buni ham 200-210 mikron deb sotganmiz, buni ham shu 200 korobkasiga ham 210 deb yozilgan. Qalinligi pashti bir xil ekan. Bir xil, kili kuchliroq, oqarib qolishi yo'q. O'shaning uchun bitta o'zingiz ham bitta ko'rasiz, aka. Xo'p. Qani hozir hali yopishtirib ko'rmaganlar, Rustam akam o'zlari ham hali yopishtirib ko'rmaganlar. Mana ochiqdan ochiq bitta ko'rsildi. 2 xil uslubda yopishtirib qo'yaman. 2 xil uslubda. Bo'l. Buni Rustam aka hozir gilansivisi-ku bu. Buni mativisi ham kelgan. Biz mativisini test qilib ko'rdik. Mana qora obshivkada qalinligini hisobiga, mana fe'llaganiz ichigacha kirmaganligi hisobiga qora obshivkada mativisi bunaqa zo'r turmayapti, lekin BYD ya'ni молочный salonlarda zo'r turibdi lekin. Chunki unda oqda o'zi. Bilinmayapti. Xo'p, qarang, buni hozir o'zi asosan bildiradigan joyi qarang. Joyini topib yopishtiryapman atidan. Ko'rasiz, mana bu yoqqa teksa, o'zi yotadi. Bu yoq mana teksa. Mana kirgan joyi bor. Bu yoqqa kirgan joyi bor. Hozir mana shu o'zida, mana shunaqa yurishimda agar izi qoladigan bo'lsa, qoladi-da. Qoladi. Izi haqiqatda qoladi. Unda mana misol izi bilmayapti, shagiringning ichiga o'tirib ketyapti. Ya'ni qo'limizdagi predmetni g'adir-budirligini ichiga singib oladi. Fe'lni ham ko'rasiz, aka? Ha, shunaqa. Ichigacha o'tiryapti. Yaxshi aka. Mana endi hozir fe'llaganimdan keyin yana ham anig'ini bilib olamiz. Qo'lga e'tibor bering, aka. Mana shunaqa holatda yopishtirmasa, buni bundoq tortib qo'yish bilan ish bitmaydi, aka. Qaytadi orqa. Ha, mana o'zini svobodniy turgan holatida manaman degan kili ham qaytadi. Manaman degani ham qaytadi, aka. Chunki bu baraban bo'lib qo'yapti-da, tarelashdi. Tortiladi. Tortib qo'yamizmi? Qanchadir miqdorda qaytishiga biz yo'l qo'yib qo'yamiz. Imkoniyat ko'payib qoldi, to'g'ri. Imkoniyat ko'paytirib beryapmiz. Hozir bu yerda sal menga neudobniroq bo'lganligi uchun aka. Endi mana cho'zib ko'raman shu joyida. Shu ustalar sizga hozir ayb top etishayotgan ustalarni aybligini hozir bitta ko'rib o'qamiz. Qani bo'ladimi yo'qmi? Oqarib qolish.
Mana shunaqa cho'zib qo'yishadi-da buni. Mana tortishadi, ko'proq qizdirib olib turibdi. Manometrni mana bunaqa zo'rlab qo'yishadi. Yo'q, oqarmadi lekin. Oqarmadi. Oqarmadi. Aynan shu cho'zgan joyingiz, lekin xohlasangiz xohlamasangiz yuqalashi kerak o'zi. Yuqalashadi. Payida okadan qarang, mana shu zgib, mana shu zgibgacha o'zini holatida yopishtirib kelsam, plyonkani-da. Har qanday usta. Akalar, kattamisizlar, yoshmisizlar? Mana shu holatda yopishtiringlar, haqiqatda ishinglar professional chiqaveradi. Bu yog'ini keyin tortib ursa bo'ladi. Yuzaki joyi-da. Yuzaki joyi tekis joyini tortib ursa bo'ladi. Senlar bitta qaytirib ursa bo'ladi. No, уже zgibli joyiga kelgan paytda zo'rlash xato. O'zini Shu tomondan bo'ladi. Lekin aka haqiqatda yaxshi ekanmi aka o'zi? Mana birinchi marta. Zo'r, aka mana qarang. Shagiringiga ham e'tibor bering. Qolgan joyiga nisbatan mana yo'li ko'proq yaltillab yotibdi. Bitta уже ichiga kirdi. Hali bu yog'ini fe'llamadingiz. Guli ko'rinyapti-da, fakturasi aka. Mana bunda ham shunaqa narsa bormidi yo sal kamroqmi bu narsa? Yo'q, aka, bunda mana hozir men tushuntirib beraman, nima narsaga xatolik qilishyapti. Ikki xil uslub уже ikkalasini bittada ko'rib qoldim, aka. Shuni o'zida mayli unisini yopishtirmaymiz. Bunda qilinayotgan xatoligini tushuntirib beraman-da ustalarga. Hozir o'z mashina o'zida tushunib bo'lishdi. Qanaqa holatda qolib ketib qolyapti, o'zligi tushunib olishadi-da, yana. Bu o'zimizning eski o'sha birinchi olib kelganim dossiz-ku. Haqiqatan uni ishlatib ko'rmagan edim. Buni ishlatganman, bilaman buni qanaqaligini. Kattaroq qilib, xuddi shu holda yopishtirdik deylik. Mana menda iz qolmasligini sababi rangi ham sal boshqacharoq ekan. Ko'rasizmi? Rangi ham ozgina farq qilar ekan. Mana ko'tarilyapti, aka. Men bunichi fellayman deb tortmayman, aka. Просто o'zini iliqligida sekin-sekin mana yotqizib boraman, aka. Oqaryaptimi biron bitta joyi? Mana qo'lim bilan yotqizyapman. Sezyapsizmi? Uni ham to'g'ri yopishtirsa oqarib qoladi. Aka, mana ko'ryapsiz-a? Endi qarang. Qizdirdim, tortdim. Bitta ham sezilmadi, baribir qanaqadir mahoratimmi deyman. Ozgina yo'l bermadi. Tortganning hisobida oq beryapti, aka, lekin bu hozir bermadi. Shunday mana bu bitta ozgina beryapti. Bu ham mana. Baribir shagiringiga yopishtirib qo'ydim-da. Ko'ryapsizmi? Har qanaqa holatda unchalik shagiring ichiga kirmadi. Nimagadir? Ozgina sezilyapti-da. Mana sezib. Mana shu narsalar hozir men lattalab chiqqanimdan keyin, aka. Yo'qoladingizmi? Yo'q, ketdi. Mana mashq chizuvlarni ko'pchilik gapiryapti-da, ana hozir shiltashaganingizda glans bo'lib, qop-qora bo'lib, mana bunaqa izlar qolmadi. Mana shunaqa izlar, mana bunaqa izlarni ko'pchilik gapiryapti. Aka, mana fakturada baribir. Baribir fakturasini chiqarib chiqsa, aka, fellar, ishoning, namlatadi. Tabiiy hamma yog'i bir xilda qizib olsin mashinaning ichida. O'sha narsa yo'qolib qoladi, aka, o'z-o'zidan. Shunaqa. O'z-o'zidan. Bilmayman nimagadir, men o'zim qo'lim o'sha shogirdcha uslubda ishlamayapmanmi deyman-da, baribir chiqmadi, aka. Lekin chiqyapti haqiqatda o'zim shogirdlarimda guvohi bo'lyapti, o'zim ko'rdim. O'zi bu ham yomon emas edi, aka. Shuning uchun ham mana men hozir ko'ryapsiz. Ayb topganni demak, xato o'zida bo'ladi-da. Shunaqa, aka. Endi biz yengillaganimiz sababi ham metri yanada ko'paydi. 9 metr bilasiz, hozirgi kunda ustalarga 9 metr plus desangiz hazil ekan, metr emas. Mayli-da, materialni nechtadir mashinaga, misol uchun, mashina bilasiz, yetadi. Qanday bo'ladi? Undan tashqari shu oqarayotganini biz testlar qilib ko'rdik. Testlar qildik. O'sha oqarmaganligi uchun o'sha narsani yana qaytadan zakaz berib boshqadan ishlab chiqarishga qaror qildik. Mana olib keldik mana shu yangisini. Hozir yopishtirgan emas, undan oldingisini. O'sha kleyini yana ozgina kuchaytirdik. Kley qolib ketmaydi, xudo xolasa. Shuni kleyini ham ko'rsatib o'taylik. Buni kleyga qattiqligidan karsher ursa ko'chmaydi. Uncha ko'chmaydi. Qattimligiga. Qattiqligi uchun hamda. Siyazkasi kuchli. Lekin bitta narsani aytib ketaylik, aka. Men buni ham agar boya siz videoda aytganingizdek, yaxshilab fellab, o'zini holida yopishtirib, yaxshilab namlattirib, fellab, guliga qilib chiqib, qayirib, buni ham mashinanga o'xshab bitta karcha ursangiz, bu ham ko'chmaydi, aka. Mashina to'xtam keldim, aka, bu ham ko'chmaydi. Chunki уже srogi ham ko'payyapti-da. Misol uchun xuddi shu narsani bitta odam ishlatib, 3 oyda qaytib ketyapti. Siz aytganingizdek, mana bu joyini fellab tezroq bo'lsin deb qayiltirib qo'yyapti-da. Boy, mana bu joyda ko'rsatdingiz-ku, rahat. Formali, rahat. Kimdir uni siz aytganingizdek o'zini holiga yopishtirib, keyin yog'ini fellab yuboryapti, misol uchun. Shunaqa holatda bitta ko'rinishdagi mahsulot
kimdadir 3 oyda, kimdadir 1 yilda, 2 yilda xizmat qilib beryapti, aka. O'zi aslida bu narsalar issiq sovuqga chalingandan keyingina Ko'tarilishi chirib kerak. o'zidan o'zi betdan kusok sinishni boshlaydi. Sinasi. Sinadi. Bu ham ko'chib ketmaydi, sinadi. Sinib chiqadi. Sovuqda qotib qoladi-da. Suvda yumshaydi. Suvda masalan tegsangiz, u oyog'ingiz teggan joyini shimarib yuborishingiz mumkin o'zi bilan. Yumshaganligi hisobi. Sovuq kunda u sinadi. Ko'proq holatda. Boshqa holatda men ko'chganni ko'rmaganman. Endi ko'tarilganlarni ko'raman. U noto'g'ri yopishtirishdan bo'ladi. Aka, o'zi prosta bomba o'zi. Plyonkalarga har bittasiga. Yaxshi. Xatolik, kamchilik faqat ustani o'zida bo'ladi. Narxini qisqagina aytib o'tib ketaymi, aka? Misol uchun, men hozir 9 metr plus bo'ldi dedim. Undan oldingisiga nisbatan sifati ancha yaxshilandi, kley yanada yaxshilandi. Narxi, misol uchun, mana shu plyonkamizni eski anada laminatsiyamizni biz $230 boshida sotdik, keyin skidka qildik uni, $150 ham sotdik. Bunisini ham biz o'sha 150 lik qoldirdik. O'sha narxda. 9 metr yana plusi bilan yana yengillangan versiyasida bu o'sha kam ko'stlarni yana to'g'irlaganmiz. Enidan ham, bo'yidan ham to'g'irlab, pullar chopib, yana o'sha narx qoldi. Bo'ldi aka. Men hamisha siz bilan ishlayman, xudo xolisa. Rahmat. Chunki to'g'risi bitta kelinlarni oldingizga materialni tushuntirdim, aka. Hozirgi paytda har xil ustalar bor. Aka, mana bunaqa darajada agar material topa olsangiz, shu ustalar ham qiynalmagan bo'lardi dedim. Haqiqatda mana aka o'shansini topib berdingiz, mana shu oxirgisi. Hozirgi ishlayotgan 10 kun bo'lgan bo'lsa ham boshlaganiga, ya'ni mana shu yotishi oson. Fensiz ham joyi kelsa yotyapti-da bu. Yotyapti o'zi, fensiz ham. Ustam aka, shuncha narsani ko'rsatib berdingiz, aka, baraka toping, rahmat. Vaqtingizni ayamang. Mana bunaqa sezonda o'zi uncha-muncha odam kelmaydi-da, tonirovka sezonku hozir. Nima deysiz, aka? Men ustalarga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman, aka. Mazah ko'rishadi, bilmagan narsaligini o'rganishdi deb o'ylayman. Misol uchun, men ham bilmagan narsalarim bor ekan. Qisman sizdan hozir o'rganib oldim-da. O'zi hozircha shogirdlarga aytsangiz, o'tbeti tozalaga aytsangiz, tozalamayman bu deydi. Pul berib o'rganishga o'rganib qolishganda, haqiqatda bu hozir o'rgatilayotgan narsa ham pulli, yaxshi manfaatli ish bo'ldi. Ustalarga ham maslahatim, qarab yaxshi material tanlab yuringlar. Har qanaqa materiallar yopishtiravsanglar, xullas o'zingizlarni ham obro'yingizga putur yetishiga olib keladi. Yaxshi material ishingizni sifatini ham o'zingizni ham ko'rsatib beradi. Shunaqa. Shu Maslahatimiz zo'r, aka, xudo xolisa, faqat yaxshi tanlov qilishsa, to'g'ri tanlov qilishsin bo'ldi. Tanlovda adashishmasin. Ishligini sifatligiga e'tibor berishsin. Manfaatli bo'lgan bo'lsin hammaga. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Yo'ldan kelganingizga. Keyingi videolarimizda nima maslahat berasiz? Nimalarni olib chiqishimizni? Mana sizga ko'p savol bo'ladi. Shogirdlaringiz chiqib ketgan-ku baribir. Sizga yana telefon qilishadi, "Rustam aka, mana bunaqa bo'lyapti, misol uchun, mana bunaqa bo'lyapti" deb. Misol, men ham tovar tarqataman. Menga ham bir savollar kelib turadi-ku, yig'ilganlari bor. Mayli, uni bir bemalol yana gaplashamiz. Sizga o'zingiz hozir nimani olib chiqqan yaxshi? Mana hozir laminatsiyani bir og'riqliroq bir nuqtalarni olib chiqdik. Birato'la yangicha kelgan laminatsiyani ham ko'rsatib o'tib ketdik. Nima narsani olib chiqqan yaxshi deb o'ylaysiz, aka? Mana shu o'zimizning sohaga yaqinroq. Odamlarni o'ziga qoldirsak buni, o'zligi yetishadi. Lekin menga kelib tushadigan savol deydigan bo'lsangiz, ko'proq aka tonirovkani yoniga qanaqa formirovka qilinishi, yonmachasiga, tonirovka. Keyin broneplyonкani aka qanaqa holatda base primer ishlatilinishini, keyin o'sha base primer ishlatilinadigan broneplyonkalar qanaqa bo'lishini informatsiyasini olib chiqsangiz, menimcha o'sha qiziqroq bo'ladi. Haqiqatda shulari qiziqroq bo'ladi, aka. Chunki ko'p beriladigan savol shogirdlar tomonidan shunisi bo'ladi-ku. Shunaqa, aka. Videomizda manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Keyingi video roliklarda nima narsani olib chiqishimizni iloji bo'lsa yozib bersanglar, biz harakat qilamiz o'sha narsani o'rganib, bilib, to'g'ri talqin qilishcha. To'g'rimi aka? To'g'ri. Podpisatsiya tashlashni esdan chiqarib qo'ymanglar. Like ham bosib qo'yinglar. Podpiska bosib qo'ysanglar, xudo xolisa sizlar uchun ancha manfaatli bo'ladi. Nafaqat ustalar deyman, hamma avtomobil minadigan akalarmi, opalarmi podpiska tashlab qo'yinglar. Qanaqa mahsulotga borib, to'g'ri o'sha xizmatni qildirishingiz uchun, ya'ni shubha qolmaslik uchun-da, aka. To'g'rimi? Shular. Hech kim kam bo'lmaydi, prosta bitta podpiska tashlab qo'yasiz, onda-sonda chiqqanda videoni ko'rib, o'zingiz uchun qaysi material sifatliligini ajratib olasiz. Shunaqa. Manfaatli bo'lsin. Aka, rahmat sizga. Charchamang. Sog'lik, salomatlik.